Yangi Zelandiya bosh ministri Ardinga oldimizdagi haftadagi Xitoy ziyorati jarayonida Sharq Turkiston rayonidagi musulmonlarning atalmish tarbiyalash lagerlari nomidagi lagerlarda kishilik huquq dafsandichiligiga uchrayotganligi qarata andishlarini o'tirib qo'yish chaqiriq qilindi. Kishilik huquq kuzatish tashkiloti Yangi Zelandiyadagi masjid hujumidan keyin musulmonlarning haq-huquqlarini qo'g'dash masalasida qizg'in harakat qilgan Ardinning Xitoyga shunday pozitsiyada bo'lishi kerakligini aytdi. Yangi Zelandiya bosh ministri Ardinning masjid hujumidan keyin elib borgan ish harakatlari dunyoning olqishiga erishgan edi. Xitoy ishg'ol ostidagi Sharq Turkistonda kishilik huquq dafsandichiliklari kun sayin kuchaymoqda. Xitoyning assimilyatsiya siyosati faqat lagerlarda emas, balki uylarda ham davomlashmoqda. İli Qazaq Abdunum oblastidagi bir qozoqning Xitoy davlat she'rini yodlashga tirishayotgan ko'rinishi oshkorlandi. Türmə kirishdən qutulish uchun telekammisimi tekstini yodlashga tirishish rayondagi zulmning vahshiyatini yana bir qatam oshkorladi. Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi Xitoyning Uyg'ur va qozoqlarga qarshi elib berayotgan harakatlarini radikallikqa qarshi turish tadbirlari deb atadi va bu vaqtda o'zlarini qo'llaganligi uchun Qozog'istonga rahmat etdi. Beijingda Qozog'iston tashqi ishlar ministri Atamqulu bilan ko'rishgandan keyin bayonot e'lon qilgan Wang Yi Sharq Turkistonda Uyg'ur va qozoqlarga qarshi elib berilayotganlarni aqladi. U yig'ib olish lagerlarining asabiylikka qarshi bir qadam ekanligini va bu tadbirlarning intayin unumli bo'lganligini aytdi. Xitoy qonunsiz diniy tashkilotlar haqida ma'lumot berganlarga pul mukofoti beradiganligini e'lon qildi. Xitoyning janubidagi Guangzhou Millatlar va din ishlari komitetining to'g'rida e'lon qilingan uqtirishda doiralarning qonunsiz chet el diniy tashkilotlarining rahbarlari va jamoat a'zolarini to'nishiga, tashkilotning oshkorlanishiga yordam beradigan ma'lumotlarni ta'minlovchilarga 10 ming yuangacha mukofot berilganligi uqtirildi. Tunisda bir yerga jam bo'lgan Arab ittifoqi tashqi ishlar ministrlari Amerikaning Isroiliyaning egilik huquqini rasmiy e'tirof qilgan qaroriga norozilik bildirdi. Shuning bilan birga Iordaniyada Huseyni majlisi oldidan Nahil maydonigacha yurish o'tkazgan namoyishchilar "Jinimiz va qinimiz oqsog' pido bo'lsin. Iordaniya va Falastin xalqi bir mushtdir" degan o'xshash shuarlarni to'g'riladi.